Bismillahirrohmanirrohim. Toriq surasi, ya'ni Toriqning ma'nosi yo'lchi yulduz yoki Zuhal yulduz Makkada nozil bo'lgan 17 oyatdan iborat. Bismillahirrohmanirrohim. Rahimli mehribon Alloh nomi bilan boshlaman. Vas-samai, osmonga qasam. Bu yerdagi va qasam bo'lib kelyapti, chunki osmonda harakati samai kasro bo'lib kelsa va qasam bo'lib keladi. Osmonga qasam. Toriq yo'lchi yulduzga, tungi yo'lchi yulduzga qasam. Va ma adraka mat toriq va ma adraka, sizga adro bildiradi ma nima bildiradi ma nima ekanligini at-toriq, ya'ni yo'lchi yulduzi nima ekanligini sizga nima bildiradi Alloh taolo so'rayapti. So'ng u narsa haqida Alloh taolo o'zi ta'riflab beryapti. An-najmu saqib, yulduzdir saqib, o'tkir, dalnozorki, ya'ni o'tkir, uzoqdan ko'rinadigan yorqin yulduzdir. In, albatta, kullu, har bir, nafsin, nafs uchun, har bir jon uchun, lamma o'zi qachon degan ma'noda, buni o'zi ya'ni har doim degan ma'noda ham tarjima qilsak bo'ladi, ya'ni yoki qachon bo'lsa ham yoki har qachon bo'lsa ham deb tarjima qilsak ham bo'ladi, o'zbek tiliga tushishi uchun ma'nosi. Alayha, ala ustida, ha uning, ya'ni o'sha jonning, nafsni ustida, hafiz saqlaguvchi bordir. Ya'ni nima u saqlaguvchi? Farishtalar nazarda tutilyapti. Har birimizni ikki yelkamizdagi farishtalarni Alloh taolo aytyapti, saqlaguvchi. Biz qanday amal qilsak, o'sha narsalarni yozib saqlab qo'yuvchi farishtalar bordir. Falyanzur, bas qarasin, al insanu, inson qarasin, mimma, nimadan, xuliq, yaratilganiga, nimadan yaratilganiga qarasin. Ya'ni mindan qo'shimchasi ma nima edi? Nimadan yaratilganiga bas inson qarasin deyapti Alloh taolo. Xuliqo, yaratildi, mindan qo'shimchasi ma'in, suvdan, dafiq, otilib chiqadigan suvdan yaratildi. Endi bu yerdagi suvdan maqsad ma'ni nazarda tutilyapti. Otilib chiqadigan suvdan yaratildi. Yaxruju, ya'ni o'sha otilib chiqadigan suv qayerdan chiqishi ham gapirilyapti. Yaxruju, chiqadi, mindan qo'shimchasi, bayni, orasidan, sulbi, ya'ni sulb degani umurtqa degani, bel degan ma'noda, umurtqa degani, umurtqani orasidan chiqadi va at-taroib, ko'krak suyagidan, ya'ni ayollarni ko'krak suyagidan chiqarkan suv, erkaklarni umurtqasidan chiqarkan, sulb umurtqa dedik, at-taroib ko'krak suyagi dedik. Bayni, orasidan, yaxruju, chiqadi, ya'ni o'sha ma'un dafiq, ya'ni ma'in dafiq, otilib chiqadigan suv qayerdan chiqarkan? Umurtqadan va ko'krak suyagidan orasidan chiqadi. Innahu, albatta u, ya'ni albatta u kim? Alloh taolo nazarda tutilyapti. Albatta u zot Alloh taolo. Ala rojaihi, alani gar deb tarjima qilamizda, rojaihi, uni, ya'ni o'sha insonni, rojaa qaytmoq degani, rojaihi endi qaytarmoqqa fe'l masdari bo'lyapti. Qaytarmoqqa laqodir, qodirdir. Qodir o'zi qodirdir tarjima qilamiz. Bu yerdagi la, mana bu yerdagi innaga javob kelyapti. Albattaga javob bo'lib, laqodir, qodirdir. Ya'ni bizni yaratgan Alloh taolo bizni yana ortga qaytarmoqqa qodirdir. Ya'ni nimadan yaralganimizga qarasak, biz kibrga ketmaymiz ekan. Bas inson nimadan yaratilganiga qarasin deb Alloh taolo aytyapti. Yawma tublas saroir, demak qaysi kunga qaytarishga rojahi Alloh qodir ekan. Yawma, kunga, tubla, fosh bo'ladigan, as-saroir, ya'ni sirlar fosh bo'ladigan kunga qaytarishlikka laqodir, Alloh taolo qodirdir.
Fama lahu, tamam 5 minut o'tib ketdi. Keyingisi davom etamiz. Fama lahu min quvvati va la nasir. Fa bas ma yo'q lahu u uchun ya'ni u uchun yo'qdir min quvvatin quvvatdan ya'ni kuch quvvatdan va la nasir va yordamchidan yo'qdir. Ya'ni Alloh taoloni azobidan qutqarib qoluvchi hech qanday kuch quvvatdan ham va yordamchi ham yo'qdir degan ma'noda. Vassamai va osmonga qasam. Qanday osmonga? Zati degani egasi degani rojo, ya'ni qayta tushuvchini egasi osmonga qasam. Ya'ni bu yerda qayta tushuvchi bu yomg'ir nazarda tutilyapti. Ya'ni yomg'irli osmonga qasam desak ham bo'ladi, lekin so'zni o'zini ma'nosi qayta tushuvchi egasi osmonga qasam. Val ardi yerga qasam, mana kasra bilan kelyapti. Bu yerdagi va ham qasam bo'lib yerga qasam. Zati ya'ni egasi as-sada. Yorib chiquvchi egasi yerga qasam. Ya'ni shu yomg'ir sababli o't o'lan yorib chiqadi yerdan. Shu yerda o't o'lan yo'qda, lekin shu narsa nazarda tutilgan, yorib chiquvchilikni egasi bo'lgan yerga qasam ichib Alloh taolo nima deyapti? Innahu albatta u Qur'oni Karim nazarda tutilyapti bu yerda. La qawlun fasl. Qawlun qavl so'z degani, la bu yerdagi innaga javob bo'lib kelyapti. Fasl ajratuvchi so'zdir. Albatta u Qur'on ajratuvchi so'zdir. Nimani ajratuvchi? Haq bilan botilni ajratuvchi so'zdir. Va ma huwa bil hazl. Va ma emas huwa u hazl. U hazl emasdir. Innahum albatta ular, ya'ni kofirlar, yakiduna makr qiladilar, kayda ya'ni makr qilishlikda makr qiladilar. Ya'ni hiyla nayrang degani kaydun. Hiyla nayrang qiladilar. Va akidu kayda va men makr qilaman. Ya'ni men hiyla qilaman. Alloh taolo o'zi aytyapti. Ya'ni Alloh taoloning hiylasi ularga berilgan jazo ekani, ularni makrlari uchun. Shunday izoh qilibdi olimlar. Fa bas mahil muhlat bering. Bu fe'l, bu amr fe'li. Al kafirina kofirlarga fa bas mahil muhlat bering. Kimga aytilyapti? Muhammad sallallohu alayhi vasallamga. Ey Muhammad, ularga kofirlarga muhlat bering. Amhilhum ruwayda. Ya'ni ozgina muhlat muddat bering deb Alloh taolo payg'ambarimizga amr qilyapti. Ya'ni u degani bu dunyoda qo'yib bering. Bu dunyoda xohlaganda yashab olishsin degan ma'noda. Vallohu a'lam.